prezident bu mashinani hadya qilgan. 12 ming dollarga sotib oldi. Orqadagi nomerini 1000 dollarga olgan ekanlar. Davochi qo'ygan. Gaz. Rulni qarang, 3,5 litrli motor. O'zbek bolaga yig'ib berishdi. 65 ming dollar pul sarflangan. Okay, like bosdingizmi? 15 santimetrga uzaytirilgan ekan. Qarshilida turgan mashinaga umumiy hisobda mashinadan tashqari 65 ming dollar pul sarflangan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa, men sizlarga mashinani полный obzor qilib beraman. Bu mashina 1977-yil ishlab chiqarilgan. Nimaga bunaqa ko'p pul sarflanganini men egasidan so'radim. Birinchi bo'lib nomeriga e'tibor berdim. 3ta Z 4ta 7. Yoki bu Qirg'izistonning mashinasimi desam, Qirg'izistonni Opododamni nomlarida bo'lgan bu mashina. Lekin o'zimiz Namanganliymiz deb aytishdi. Endi qisqacha mashinani obzor qilishdan oldin mashinaning tarixiga qaytadigan bo'lsa, bu mashinani 1977-yilda Namanganlik akamizlarning opododalari, ya'ni adalari Qirg'izistonning prezidenti, SSR paytidagi prezidenti, bular katta servisning xo'jayini bo'lishgan ekan. Servisni yurg'izayotgan paytlarida o'sha prezident bu mashinani hadya qilgan ekan. O'sha bu mashina bularga qadrli mashina bo'lib qolgan. Opododalaridan qolganligi uchun mashinaga juda katta xarajat qilib, mashinani butunlay o'zgartirib tashlashgan. Lexus internetga yozsanglar ham chiqadi. GS 350 modeli, полный motor, ходовой, salon, gidravlika, tormozli sistema, полный xullas mashina Lexus bo'lgan. Nomerni o'zini yana bitta narsaga e'tibor berdim, qaranglar. 12 ming dollarga sotib olibdilar. Qirg'izistonda shunaqa qonun bor ekan, oldiga boshqa nomer taqsa bo'lar ekan, orqasiga boshqa nomer taqsa bo'lar ekan. Misol uchun qaranglar. Hozir oldidagi nomeri 3ta Z 4ta 7, endi orqadagi nomerni ko'rsataman sizlarga. Orqadagi nomerini 1000 dollarga olgan ekanlar. Oldidagi nomerini bo'lsa 12 ming dollarga olgan ekanlar. 3ta 7 gaz. Nima deyapti? Qirg'izistonda shunaqa qonun bor ekan, oldi tarafiga liboy o'zingizlarni xohlasanglar isminglarni yozib berar ekan, faqat yillik to'lovi bor ekan, shu yillik to'lovini to'lab yursanglar bo'ldi. Xo'p, mashinaning ust qismidan boshlaymiz, qaranglar, nimalari o'zgargan. Birinchi bo'lib e'tiborimni tortgan narsa mashina qanaqadir katta ko'rindi ko'zimga. Nimani hisobiga etsam, mana shu o'rtadagi mana shu eshik 15 santimetrga uzaytirilgan ekan. Полный mana shunday kesib tashalingan, kesib tashab 15 santimetrga uzaytirilgan. Ko'rishingiz mumkin, eshikning o'zi ham 15 santimetrga uzaygan. Yana bitta yoqqan joyi bo'lmasam og'ir bo'ladi eshigiga, qaranglar. 4 ta eshigiga davochi qo'yilgan. Orqa tarafiga ham ko'rishingiz mumkin, 4 ta eshigiga davochi qo'yilgan. Gap yo'q ekan. Kuzovda o'zgargan joylaridan arka qilingan, ko'rishingiz mumkin. 4 ta balon. Chunki bilasizlar, Lexus shirokiyroq bo'lganning hisobiga balon tegib qolgan yurgan paytida, shuni hisobiga 4 ta joyini, 4 ta arkani tashqariga azgin chiqarilgan. Ko'rishingiz mumkin, mana shu bamferdan o'zi mana shu taxminan bir 3 sm mi 4 sm tushgan bo'ladi Volgada. Bu bo'lsa 15 sm yana pastga tushirilgan. O'rtasi ham, oldi ham, orqasi ham xuddi shunaqa mashina pastga cho'ktirilganini hisobiga juda ham chiroyli turibdi. Yana oldi tarafida bo'lgan ishlardan reshotka oblisovkalari o'ziniki qolgan. Ko'rishingiz mumkin, legendarniy Kitta jabrasiga o'xshaydigan oldi reshotkalari, tak farasiga yaxshi yoritish uchun linza qo'yilgan, lupalar qo'yilgan, galagellari zavodskoy hammasi o'ziniki turibdi. Полный kuzov bo'yalgan. 2017-yilmi, 2018-yil boshlangan ekan. Proyekt 3 yil mobaynida yig'ilgan. 2020-yil полный yig'ib tugatilgan. Почти 5 yil bo'libdi, qaranglar. 5 yilda полный bitkizib, уже 5 yildan beri haydab yurishibdi. Xo'p, salonni ko'rsatishdan oldin sizlarga motor bilan orqadagi bagajni ko'rsataman. Lexus'ni motori qo'yilgan, okalar. Qani, bismillah. Okay, like bosdingizmi? Agar bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'ying, esdan chiqmasin. Chunki bunaqa videolarni har doim ham ko'ravermaysiz. Lexus GS 350 motor, ya'ni 3,5 litrli motor. Ot kuchi adashmasam bir 300 ta atrofi bo'ladi. O'zi bunaqa mashinalar Lexus o'sha GS 350 O'zbekistonda 40 ming dollardan 60 ming dollargacha sotiladi. Bu mashinaga bitta shunaqa 2018-yil Lexus olib, so'yib, полный tiqib yuborishgan. Ko'rishingiz mumkin, amortizator turadigan joylari, воздушный filtr, oldi tarafini ko'rishingiz mumkin. Полный mana shu nuskat morda bormi? Oldi radiatori, mana shu predahatel bloklarni joylashtirishlar,
hattoki mana tormozning sistemalari, ABS'lari joylashtirishlari ham hammasi Lexus'ni. Xullas, qo'pol qilib aytganda, bitta Lexus'ni ustiga Volgani ustiga ramasini kiygizib qo'yilgan. Qolgan hamma mana shu turgan, ko'rib turgan narsalar Lexus mashinaniki. Yana bitta ma'lumot, polni qayerda yig'ilgan degan savolga egalari Qozog'istonda yig'dirib keldim, lekin o'zbek bolalar yig'ib berishdi. Ya'ni namanganlik bolalar ekan, Qozog'istonda ishlaydigan namanganlik bolalar mashinani polni yig'ib berishdi. Orqasini ko'ramiz. Bismillah. Wow, ko'rishinglar mumkin. Orqa taraf. Oka, mana shunda olib turasiz endi. Videoni uzmaymiz, takoy joydan obzor bo'lyapti. Orqasini ko'rishingiz mumkin, oka. Qarang, bagajni qarang. Zamonaviy qilib qilingan. Orqasiga subwoofer qo'yilgan, дополнительный усилитель qo'yilgan. Sababi oldi taraf kolonkalari polni audio sistemasini o'zgartirishgan. Bu yoq tarafda mana ko'rishinglar mumkin. Дополнительный усилитель, bu yoqda sxemalari ochilgan hammasi и polni ko'rishinglar mumkin. Polni yonadigan qilib o'sh stiklodan yasab qo'yishibdi. Krasavchik bo'lgan, lekin bu yoq taraflari shu bagajnikni italyanskiy original Alcantaradan qilishgan. Xullas, men ovozni hisobga olmasa, lekin endi Volgani ovozi qolganda bagaji nechtak. Salon qismini qisqacha ko'ramiz. Salon qismi bitta mana. Salonni o'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar. Fonarimiz o'chib qoldi, rozi bo'lasizlar. Svetimiz yo'q. Nari taraf eshikni ham bitta ochib beraman sizlarga. Salonni ko'rishingiz mumkin. Salon ham polni Lexus tiqilgan. Menga eng yoqqan joyini aytaymi? Hamma narsasini ishlatib qo'yish. Elektrikasidan hech narsasi qolib ketmagan. Hozir nari tarafga o'tirib bitta zavod qilib tekshirib beraman. Tarpetka, konsol, sidenya, обшивка, oynalar, rulovoy, limit kontrol, hamma narsasi как положено ishlayapti. Hozir bitta zavod qilamiz mashinani. Buni Lexusligini mana polidan ham bilsanglar bo'ladi. Okalar ko'rasizlar, poli bu yoqqa bo'rtib chiqqan. Bu yerda korobka turibdi. Wow, rulni qarang, aka, yumshoqligini. Nima bu? Hamma narsasini ishlatishibdi mana. Rulovoylari, tushishi, chiqishi, bu yoq tarafi. Nima qilay, aka? Ha, bitta barmoqda mana. Ko'rasizlar mana. Shunaqa yumshoq qilib qo'yibdi. Buni ham Lexus'nikini qo'yishgan. Emblemani nima deyapti? Emblemasini gaz 2401 mashinasinikini qoldirishgan. Multimedia sistemalari, ko'rasizlar, hamma knopkalari ishlayapti. Bu yoqda tiptroniklari, bu yoqda fara включательlari, bu yoqda dvorniklari, ha, ko'rasizlar, hamma narsasi как положено ishlayapti. Hop, tarpetkasi Lexus'ga qo'yilgan, choklari o'ziniki zavodskoy. Sal etotli egalari mana shu uzunroq edi Lexus'ga 5-10 sm ga mana shundan kesib deyaptilar. Kesib bu yog'ini mana perdelka qilib yasashgan zavodskoydek bo'lgan. Hattoki rullar abogreflari, bu yoqda mana bitta karmanshiklari, bagaj knopkalari, bu yoq tarafda ko'rishingiz mumkin. Mana klimat kontrollari, hamma narsasi, soatlari, bu yoqdagi mana touchpad ko'rasizlar, mana touchpadlarni bor, hammasini как положено ishlatib qo'yishdi. Sidenani ko'rishingiz mumkin. 3 tali sovutadigan funksiyasi, bu yoqda yana 3 tali isitadigan funksiyalari ham ishlayapti. Bu yoq tarafda skorisi zadniy kameralarni ulab qo'yishdi. Necha endi zadniy kameralarga. Xullas, sidenalari polni tikilgan, yengitdan adashmasam. Hop, barlari, bu yoq tarafda knopkalari, xullas, klimat kontrol, cruise kontrollarigacha hammasini cho'tka qilib ishlatib qo'yishgan. Obshivkani qarang, obshivkani. Bu ham Lexus'ga. Oynalari elektronniy. Hammasi avtomat. Qani qo'limni qisamikin, qismasmikin? Voy, necha nima menga? Qarang. Bezopasliklarni ko'ryapsizlarmi? Hammasini как положено ishlatib qo'yishgan. Gap yo'q lekin bor. Center zamok knopkalari. Bitta gaz bosamiz, orqadan bitta ovozni eshitding. Wow. Xullas aytayman, mashina nahadu. Yana bittami aka? Gap yo'q lekin bor. 4 ta balon tortar ekan, ham oldi, ham orqa. Bu degani qishda ham spokойно yurib beradi degani. Mana bu yerga Volga yozuvlariga nechi? Mana hamma narsasini zavodskoy. Volgani ustini, ko'rinishini polni o'zinikini qoldirishgan. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, ko'rgan odam oddiy Volga deb o'ylaydi, lekin ichiga o'tirsa, uje Lexusga o'tirgandek bo'ladi. Qarang, orqa obshivkalarini ko'rishingiz mumkin.
Mana bu pishalkalari, kolonkalari hammasini joy-joyiga tushirib, apshipkalarni ham polniy qarang, chokiga e'tibor berishinglar mumkin. Joylariga qarab qo'yaman-da, chunki o'zimiz ham qilamiz bunaqa ishlarni, ancha mehnat talab qiladi. Haqiqatda 3 yil mehnatga mos ish bo'lgan. Eng orqa tarafini ko'rishingiz mumkin. Orqa sidenasini o'rtasini bitta tushirib ko'rsataman sizlarga. Mana o'rtasidagi konsollari, yakpalojni hammasini dodda qilib qo'yishibdi. Xullas, okalar, mashinaga respekt. To'g'risi o'zim ko'rib maza qildim. Mana shu okaning mashinalari. Keling aka. Xullas, brat namanganliklar shu mashinani o'zlari noldan ustalar bilan gaplashib, necha marta urishdingiz aka? Ukalarim ham bo'lgan Qirg'izistondagi ular ham yordam berishgancha. Ular ko'proq qilishgan dispeyda. Ular asosan Qirg'izistondan gap yo'q. Xullas, aka, men o'zim Volga Toretto proyektini qilganman-ku. Men tushunaman aka buni. Bunga ketgan puldan ko'ra, ketgan mehnat, oqargan choch ancha u mashaqqat bo'ladi. Lekin aka, gap bo'lishi mumkin emas. Respekt haqiqatda. Orqa taraf gulishturlarni ko'rib, bitta orqa taraf gulishturlarni ko'rsatib oling. Zo'r chiqdi lekin bor. Ana idealniy bo'ladi yo'q-ku. Idealniy qilib yig'ibsizlar. To'g'risi, havasim keldi. Gap yo'q. Hammamizga nasib qilsin. Okamizga bitta respekt. Bu videoni Volga ishqibozlariga jo'natib qo'yinglar. Haqiqatda qilingan mehnat, kutilgan natija doda chiqqan. Gap yo'q aka. Bitta tomoni aytib qo'yish kerak. Amakimni edi бесконечный edi eng ko'p turib amakimni qo'lida Mahmudjon akamni Mahmudjon deb aytib qo'ygan. Hammasini o'zimga olib qo'ysam. Yo, amakiz, bu amakiz, men texpasportlarni ko'rdim. Amakizni Mahmudjon akamning nomlarida ekan mashina. Asosiy endi ularni xohish talablaridan kelib chiqib qilingan narsalar. Nomerni boya aytganimda, bular Qirg'izistonda tursa ham, lekin o'zi tegi namanganlik okalar, opa-dodalarning mashinalari bo'lganligi uchun o'sha Qirg'izistonda qolib ketgan. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham prosta mehnatga, mashinaga alohida respekt. Xudo xolasa, bizani Toretto ham inshaalloh idealni chiqarishga harakat qilamiz. Mana o'sha bola keling, mana hozir Namangandamizda endi. Mana Bekzod taniysizlar. Yaqinda video qo'ydi Bekzod bilan inshaalloh boshqacha chiqyapti. Xudo xolasa, obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi sonlarda inshaalloh Torettoni alohida yoritib beramiz. Bitmagan holatda ham Toretto festivalda 3-o'rinni oldi. 10 million pul berishdi menga. Namanganda bo'lgan festivalda bitmagan holatiga Toretto 3-o'rinni olib, tuningli ichida 10 million so'm o'sha hokimiyat tarafdan pul mukofoti berildi. Inshaalloh bitganda birra olardi. Xudo xolasa bitiramiz. Sog' bo'linglar. Tezroq bitishi uchun поддержка. Okalar, reaksiya обязательно like sizlardan, chunki mehnat qadrlash maqsadida ham bitta like ga ayamaysiz aka. Salomat bo'linglar.